Mana xudo xolisi yem tayyorlash jarayonimiz. Surxondaryo abilikasida bug'doy yarmi chiqaryapmiz. Bu yoqda shu o'ligimiz, chigitimiz tashadik. Laka-to'ka qilyapmiz xudo xolisi. Tuzini soldik. Hozir shu bug'doyini, kepagini, makka yarmasini tashladik xudo xolisi. Makkalarimiz ko'tarilmoqda. Daxildan chiqarib, yana ustidan tashlab, yem chiqarish jarayonini yana bir marta xudo xolisi ko'rsatamiz. Buning ichida puxi bor, sumchkasi bor, yer yong'oq po'chog'i bor, chigiti bor, bug'doy yarmasi bor, makka yarmasi bor, tuzi bor, kepagi bor. Xudo xolisa buni hammasini bitta qilib yem mahsulot qilib tayyorlab o'zimizga qo'ylarimizga beramiz. Bu videoni olishimizdan maqsadimiz bu yemni reklama qilish emas. Kim qandoq uslubda arzon yo'l bilan qo'ylarini boqishalik naqasi bo'yicha shuningdek biz eng alinaqa qilib chiqarayotganimiz boisi biz yemimiz 3,5 ming so'mga to'xtaydi. 3,5 ming so'mga to'xtaydida bir kunda bitta qo'yimiz bir kunga 1 kiloyu 400 gram shu ovqatimizdan yeydi. Bu qo'ylarimiz yangi keldi. Narigi qo'ylarimizni sotdik. Yana olib kelamiz xudo xolasa. Qo'ylarimizni bir tozalab qilib, quritib tozalaganimizdan keyin olib kelamiz. Bu tomondagi qo'ramiz, bu tomondagi qo'ylab shu qo'y, bu tomondagi qo'radagilar. Qo'chqarlarimiz. Kim qandoq uslubda qo'y boqsa, o'zining videosini qilib tashlasa, nech puldan tushadi yem mahsulotlari o'zlarining hayvonlariga. Shunisini halina qilyapmiz xolos. Kimni qo'yi nech pul bilan qorni to'yadi bir kunda. Mana o'sha panteramiz hozirgi holatda 60 kilo xudo xolasa 3 oydan o'tdi. Panteramiz otasi polvon degan qo'chqarimiz. Polvon. Yo, to'qli qo'zilarimiz, to'qli sog'liqlarimiz. Bular onalarini sotdik. Bularni o'zimiz naslga olib qoldik, xudo xolasa. Arashanning qorasi bilan. Bular bor. Mana velikoletlarimiz bor. To'g'ri sonlarimiz. Qorasi. Podpiska bo'linglar, kommentariyada sizlarning qo'yinglar nech puldan bir kunda ozuqalanadi, nech pul bilan sizlarning bir kunda bitta qo'yinglar ozuqalanadi. Shuni obzorini qilinglar. Keyin yana xudo xolasa asobiy yemga tashlagan paytimizda adden video qilib chiqaramiz. Bitta qo'yimiz bir oyda necha kilogramm bez yig'adi qilib. Toshkentda o'sha kichkina qo'zichog'imizni ham tortib taroziga qo'yib xudo xolasa uni nomi velikoletni deb qo'yganmiz nomini. Polvon qo'chqarimiz o'g'li ham. Shu qo'yni taroziga qo'yib xudo xolasa boqilish jarayonini olib boramiz. Bizdan uzoqlashib ketmanglar, kommentariylarni kutib qolamiz. Podpiska bo'linglar. Xudo xolasa kim qanaqa uslubda qo'y boqishini kuzatib boramiz.